Zarba! Habibjon Husanjonov to'p yo'nalishini topdi, tashlandi, lekin Ilyosjon Rahimov o'z jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. 1-0 penaltilar seriyasida. Darvozabonni aldadi, hisobni tenglashtirdi. 1-1. Juda kuchli zarba va qarang, yelkasida 8-raqamligiga e'tibor bermang. Tasavvur qiling, o'sha yelkada 7-raqam turibdi. Cristiano Ronaldo. Qoyil o'ta xotirjamlik bilan Abdulloh Yunusov to'pni o'zidan o'ng tarafga yo'lladi. Darvozabon o'zidan o'ng tarafga tashlandi. 2-2. Darvozabon bu safar ham topdi to'p yo'nalishini, ammo goldan jamoasini qutqara olmadi. 11-raqamdagi yigit 11 metrlik nuqtadan to'pni to'rga kiritdi. Qoyili muxlislarni biroz xavotirga solgandek tuyulishi mumkin, ammo zarba zargarona berildi. To'p darvoza chetiga borib tushdi. 4-3. Bu safargi zarbani nafaqat Mirjalol Isoqov, manaman degan professional darvozabon amal olmasdi. Qoyil Laziz Ashuraliyev yana muvozanatni tikladi. 4-4. Ana holo.